Bismillah, alhamdulillah, va salatu va salamu ala rasulillah, Muhammadin va ala alihi va sahbihi va man valah va ba'd. Alloh taolaning madadi bilan arab tili darslarimizning navbatdagi sonini boshlaymiz. Bu darsimizda inshaalloh Mabda qiroat kitobining 36 darslarini o'rganib chiqamiz. Matnni o'qiymiz. Hazar rida'u tawilun jiddan. Hazar rida'u tawilun jiddan. Bu rido, bu yaktak juda uzun. Hazihil badlatu cemiletun. Hazihil badlatu cemiletun. Bu kostyum chiroylidir. İnza' sudratekel qadimete. İnza' sudratekel qadimete. Eski kamzulingni yech. Velbes sudratekel cedidete. Velbes sudratekel cedidete. Ve yangi kamzulingni kiy. Faridun yanza'u jakitehu. Faridun yanza'u jakitehu. Farid kurtkasini yechyapti. Elbisetuke vasikhatun jiddan nazzifha bil furshati. Elbisetuke vasikhatun jiddan nazzifha bil furshati. Liboslaring juda ham kir. Ularni cho'tka bilan tozala. الخادمة تنظف الألبسة بالفرشة. الخادمة تنظف الألبسة بالفرشة. Xizmatchi ayol liboslarni cho'tka bilan tozalayapti. İlbas rida'aka. İlbas rida'aka. Yaktagingni kiy. Labistu jilbabi va sudrati. Labistu jilbabi va sudrati. Uzun ko'ylagimni va kamzulimni kiydim. Mana lubsun fe'lini o'tgan zamondagi ko'rinishi labistu bo'lar ekan. Ta'ashshayna fis sa'ati thaminati. Ta'ashshayna fis sa'ati thaminati. Soat 8da kechki ovqatni yedik. Hatil asha'a ayyatuhal khadimatu. Hatil asha'a ayyatuhal khadimatu. Kechki ovqatni ber ey xizmatchi ayol. جئت يوم الخميس من المدرسة في الساعة 12. جئت يوم الخميس من المدرسة في الساعة 12. Payshanba kuni maktabdan soat 12da keldim. وبعد قليل رجعت أختي عائشة أيضا من مدرستها. وبعد قليل رجعت أختي عائشة أيضا من مدرستها. Ozroqdan keyin opam Oysha ham maktabidan qaytdi. وكانت هي أكبر مني. وكان هي أكبر مني. U mendan katta edi. وكانت تحبني كثيرا. وكانت تحبني كثيرا. و u meni juda yaxshi ko'rar edi. وفي الساعة 2 قدمت لنا أمي غداء. وفي الساعة 2 قدمت لنا أمي غداء. Soat 2da onam bizga tushlikni berdi. Olib keldi yoki. فلما أكلنا خرجت أنا مع أبي إلى السوق وبقيت عائشة في البيت. فلما أكلنا خرجت أنا مع أبي إلى السوق وبقيت عائشة في البيت. Yeganimizdan keyin yoki yeganimizda men dadam bilan birga bozorga chiqdim. Oysha esa uyda qoldi. وفي السوق اشترى لي أبي جاكيتا وصدرة وبنطلونا ولأمي عباءة ولأختي عائشة قطعة قماش لتخيط لها أمي جلبابا. وفي السوق اشترى لي أبي جاكيتا وصدرة وبنطلونا ولأمي عباءة ولأختي عائشة قطعة قماش لتخيط لها أمي جلبابا. Mana bu hozirgacha o'tgan eng uzun jumlalarimizdan yana bittasi bo'ldi.
bozorda otam menga kurtka, kamzul va shim sotib oldi va onamga plash sotib oldi. Singlim Oyshaga onam unga uzun ko'ylak tikib berishi uchun bir bo'lak mato sotib oldi. واشترينا لأخي الصغير فريد فرسا من الخشب واشترينا لأخي الصغير فريد فرسا من الخشب. Kichik ukam Faridga esa yog'ochdan yasalgan ot sotib oldik. وفي الساعة الخامسة رجعنا إلى البيت وأعطينا عائشة قماشها وفريدا فرسه. وفي الساعة الخامسة رجعنا إلى البيت وأعطينا عائشة قماشها وفريدا فرسه. Soat 5da uyga qaytdik va Oyshaga matosini, Faridga otini berdik. Bu bir hozirgacha o'tgan darslarimiz ichida biz uchun yangilik bo'ldi. To'g'ri, uzunroq gaplar o'tayotgan edi, lekin to'liqligicha bir hikoya tarzida bugun darsimizda birinchi marotaba o'tdi. Inshaalloh qiyinchilik bo'lmadi deb o'ylayman. Shu bilan bugungi darsimizga ham yakun yasaymiz. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastag'firuka va natubu ilayk.